Qadrdonlar, Anhor uzda Toshkent manzillari loyihasi yana bir marotaba sizlar bilan saylgohda uchrashib turibmiz. Saylgoh ko'chasi mashhur Zarafshon majmuasi, Zarafshon restoran deyilardi. Hozir yoshlardan so'raganda Zarafshonni olamiz deganda qayerda deydi. Qayerda yozilgan, hech qayerda yo'q. Esimda bo'lardi yoshlik paytimda, mana shu yerda yozib qo'yilgandi Zarafshonni. A harfi shunday yozilgandiki, yega o'xshab qolardi-da va Zarafshon deb ham gapirishardi. Yo'q, Zarafshon, lekin rus tilida ko'proq gapirganda o'sha paytda Zarafshon ham deb nomlanardi. Asl nomi Zarafshon bu ajoyib kompleks bo'lgan, bu mashhur joy bo'lgan 70-yillarning o'rtalarida tashkil etilgan. Bu yerni restoraniga kelish juda obro'li bo'lgan. Hozir-ku hamma yerda restoranlar, hamma yerda ovqatlanadigan joylar. Bizning oshpazlarimiz men shu dunyodagi eng zo'r oshpazlar bo'lsa kerak, lekin bu paytda bu juda ham odamlar uchun, rahbarlar, kiborlar uchun, juda boy odamlar uchun navbat turib keladigan joy edi. Mana shu yerda Shvetsar deymiz, odamlar eshiging tagida turadigan odamlar Toshkent shahrining eng obro'li odamlari hisoblangan, chunki navbat turishgan restoranga kirish uchun. Mana shunaqa ajoyib restoran bo'lgan. Bu majmua, bu faqat restoran emas, bu yerda savdo nuqtalari ham bo'lgan va bu yerda kino konsert zali ham bo'lgan. Hozir bu yerda teatr joylashgan. Doimiy bu yerda musiqalar bo'lgan, konsertlar bo'lgan. Dunyoning ko'plab yulduzlari ham bu yerda tashrif buyurishgan. Adashmasam, Yalla guruh ham bu yerda o'zini chiqishlari bilan odamlarni xushtushgan ajoyib zal bo'lgan. Hozir ham shunday, birinchi qavatda sahnasi kichkinagina mo'jazgina, ikkinchi qavati ham bo'lardi. Darvoqe hozir eslab qoldim, birinchilar qatori deganda O'zbekistonda ham o'z paytida Comedy Club bo'lgan. Comedy Clubning birinchi sonlari mana shu yerda yozilgan edi. Mana ahamiyat bersanglar, bu ustunlar bor. Bu ustunlar bejizgan qilinmagan, tom qismini ushlab turishardi va bu yerda ko'p joylari ochiq bo'lardi havo aylanishi uchun. Hozir xafa bo'lib aytishadiki, bu o'sha paytda modernizmi uchun juda katta, usuli uchun yangilik bo'lgandi. Hozir qurilib ketdi va bizga bu eski chiroyi qolmadi. Lekin har bir zamonning o'zini ko'rinishi bo'lar ekan. Mana bu yer ko'proq hozir savdo majmuasiga aylangan. Mana shu o'ng tomonda pivo sotiladigan joy bo'lar edi. Shu yerga 80-yillarda, 90-yillarda kelib, shunaqa paytlar ham bo'lgan ekan. Menga ko'rsatuvim oldidan mashhur insonlar bilan, mana shu Toshkentning tarixi bilan eslaydigan insonlar bilan gaplashganda albatta eslab o'tishadiki, mana shu majmuaga, Zarafshon majmuasiga kelganinglarda bu yerda o'z paytida ajoyib kokteyllar bo'ladi, alkogolli kokteyllar bo'ladi. Studentlik paytimizda stipendiyaga kelib shu yerda ichib ketardik. Ichkilik zararlik, barchani bundan saqlab qolishinglarni iltimos qilar edik. Lekin tarixda shunday bo'lgan ekan. O'ylaymizki, yangi saylgohi tizimida hammasi me'yorida bo'ladi. Mana shunday ajoyib joy o'zini nufuzi bilan odamlarni doim tortib kelgan. Ko'chaning bu tarafida hozir mana ovqatlanadigan joy bor ekan. Men esimda, agar sizlarning esingizda bo'lsa yozib yuboringlar. Bu yerda diyet ovqat qilinadigan joy edi. Hozir diyet kafelar ko'payib ketgan, lekin Toshkent shahrida birinchilar qatori shu yerda ochilgandi. Meni do'stim sportchi bo'lardi, ularga talon berilardi. Talonga borib ovqatlanib kelish kerak edi. Yana bir sirni ochib qo'yib, o'sha paytda talonni topshirib, 3 so'mlik talon topshirsanglar, 2 so'm naqdiga berib qo'yishardi. Shunaqa o'yinlar ham bo'lgan. Endi tarix to'g'risida gapirgandan keyin bo'lgan voqealarni ham gapirib berishimiz mumkin. Sizlar ham o'zingizlar boshingizdan kechirgan voqealarni bizga yozib yuboringlar. Biz saylgoh ko'chasining tarixi bo'yicha shunday to'ldirilgan variantda fikrlarni olamiz. Bu bizni Zarafshon majmuasi to'g'risidagi qisqacha ma'lumotimiz edi. Saylgoh bo'yicha hali ko'p bizda yangiliklar bor va ko'p narsani eslaymiz. Bizdan uzoq ketmanglar.